Assalomu alaykum. Va alaykum. Nima bu uyimi yo molxonami? Ahvolini qara. Idishtoqlar yuyilmagan, kiyimlar sochilib yotibdi. Va kirlarning hidigacha odam chidab bo'lmayapti-yu. Mana bu changlarni gapirmasa ham bo'ladi. Ayol kishi ham mana shunaqa beparozat bo'ladimi? Qanaqa yashash mumkin bunaqa uyda? Ishlarim ko'payib ketdi. Vaqtim bo'lmadi. Vaqt? Va bu narsalargacha 5 minutdan vaqt ketmaydi. Idishtoqlar qo'lda yuyilmasin deb avtomobilga olib kelib qo'yganman. Mana kir mashinaga shunday kiyimlarni solib, bir dona kiribgan bosdi bo'ldi-yu. Keyincha kiyimlar toza yuvilsin deb Timson mahsulotlarini olib kelib qo'yganman mana. Bucha 99.9% gipoallergik. Kiyimlar rangini ham o'chirib yormaydi. Yumshoq mayin qilib beradi. Atirgul hidi ham kelib turadi. May qarang, arendatorman deb xolagan gapingizni gapirasizmi? Pulingizni olingda suraymi o'tdi. Ya endi uyi toza tutlaring salladan keyin odamlar turish kerak bo'tdi. O'zimiz bilamiz nima qilishni. Qizamagandan keyin shunaqa bo'ladi, nima qilsudingiz? Bekor qo'yibman mana shu sutlarni. Ya. 真っ黒なるとくるくると入れ